Assalomu alaykum. Ixtiro va biznes kanalimizning hurmatli a'zobunachilari. Mana keyingi ekskavatorimiz ham xudo xolasa tayyor bo'ldi. Yosh bolalar uchun minishga, yosh bolalar, o'sha dets plashadkalar, bog'chalar uchun shunaqa ekskavatorlar tayyorlab beramiz. Samsung. Mana ko'rib turibsizlar, hurmatli a'zobunachilar. Xudo xolasa kraskasi ham 90% quridi deyapti. Endi buni ustakalarimiz agar yasab olamiz deyishadigan bo'lsa, hozir qisqacha tushuntirib o'tamiz. Tagidagi o'sha stoykalari 5 ga 3 profildan qilingan. Mana telefon raqamini ham yozib qo'yganmiz. Kimga shunaqa ekskavatorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Kanalimizga ham obuna bo'linglar, obuna bo'lmaganlar Ixtiro biznes kanalimizga. Hop, mana shu pastdagi stoykasi 5 ga 3 profildan qilingan, 1.7 stenka. Qalinligi ushlab turadigan asosiy mana shu o'rtadagi turbasi 89. Hop. 5 ga 3 mana shu tepasidagi profili ham 5 ga 3 profildan qilingan, 60 sm. Tagida ham 60. Mana shu 60 sm qilingan, ushlab turadigan joyda. Bular ruchkalari 15 lik turbadan. Bu rezinkalari o'sha balsaplarda roliga kiydiriladigan o'sha rezinkalar bo'ladi. Bu sidinasi detskiy tabletkalarda sidinasidan qo'yib qo'yganmiz. Mana o'sha keyin pirjini ham qo'yib qo'yganmiz. O'sha yosh bola o'ynayotgan paytda qo'liga nagruzka tushmasligi uchun. Bu pirjina mana shunday holatda pastga tushganda tortayotgan paytda yordam beradi u. O'sha kichik yoshlar o'ynaganda. Mana shu strelasi 2 ga 4 profildan. Qalinligi 1.7. Bu tomon esa 2 ga 3 profil. Mana shu bukilgan joyda 45 gradus. 30 cm bukilgan joydan pasti, tepasi 30 cm. Ya'ni 60 cm dan o'rtasidan 45 gradus bukiladi. Bu davomi 50 cm, yarim metr, 2 ga 3 profil. 1.5, 1.3 stenka ham bo'laveradi. Mana ko'rib turibsizlar, buni katta kichik qilib yasab olsa ham bo'ladi. Mana oshmoshlari oddiy materialli sefdan qilingan. Shunaqa seflar yoki boltkaga qilsa ham bo'ladi, mana shunga o'xshatib. Mana ko'rib turibsizlar, hammasi oddiy. Kimga shunaqa ekskavatorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Mana 93lik kodi bilan 418 1544 chiroyli qilib yasab beramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yish eslatishmasin. Ixtiro va biznes kanali. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana hurmatli a'zobunachilar, batafsil hamma yo'g'ini yorib berishga harakat qildik. Endi buni narxini aytishimiz yodimizdan ko'tarilib qolibdi. Bor yo'g'i $100. Mana shu ekskavatorimiz hamma joyi chiroyli qilib yasalgan, xudo xolasa. Albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Keyingi videomiz nima haqida bo'lishligini, nimalarni ixtiro qilib chiqishligimizni albatta yozinglar. Ozod o'g'lim, hur o'g'lim, har oning huzur o'g'lim, shahdingdan kun yorishsin, yuzi yorug' nur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. El bo'lsa yigit joni, sel kabi jo'shar qoni, vatan desa dunyoni, ikki chetga sur o'g'lim. Nafs ipin uzar bo'lsang, baxt ichra suzar bo'lsang, bir esking buzar bo'lsang